Daraxtlar bizga qanday foyda olib kelishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Sayyoramizda odamlar qanchalik ko'p bo'lsa, bizga shuncha ko'p daraxt kerak. Olimlar daraxtlar sonini oshirish, havoda karbonat angidrid gazi to'planishini to'xtatgan holda sayyoramizni global isib ketishdan qutqarish mumkinligini isbotlashgan. Daraxtlar nega kerak? Bir yilda bitta daraxt bu karbonat angidrid gazi 150 kilogramga kamaydi degani. Bir yilda bitta daraxt bu 2 kishi uchun kislorod. Yozda havoni 2-8 daraja salqinlashtiradi. Ko'cha gazlarini yutadi va havoni changdan tozalaydi. Uylar yonida havoni konditsionerlash ehtiyojini 30% ga kamaytiradi va qishda isitishga ketadigan xarajatlarni 20-50% ga qisqartiradi. Daraxtlarning kesilishi eng keng tarqalgan ekologik muammolardan biridir. U ekologik muvozanatni buzadi. Afsuski, O'zbekistonda daraxtlarni noqonuniy kesish bo'yicha statistika ko'rsatkichlari 2017-yil bilan solishtirganda 56% ga oshgan. Daraxtlar bizga shaharlarda ham, o'rmonlarda ham kerak. Biz katta daraxtlarni asrashimiz zarur. Bu ularni kesish va yangi nihollarni ekishga qaraganda manfaatliroq. Ayniqsa suv resurslari kam bo'lgan, cho'llanish va murakkab iqlim sharoitlariga ega yerlarda daraxtlarni asrash va ekish katta ahamiyatga ega. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan 2019-yil 1-noyabrdan boshlab daraxtlarni kesishga moratoriy joriy etilgan. Daraxtlarni kesish mumkin emas. Biz nima qilishimiz mumkin? Uyingiz oldida daraxtlar eking. Orolbo'yi sharoitlarda qayrag'och, saksovul kabi daraxt turlari juda yaxshi o'sadi. Saksovul tez o'sadi. 2-3 yildan keyin uning balandligi 1 metrga yetadi. Qayrag'och qurg'oqchil sharoitga chidamli bo'lib, u ham tez. 1 yilda taxminan 40-50 sm ga o'sadi. Har birimiz hech bo'lmaganda bitta daraxt ekishimiz mumkin.